Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi matematika mavzuyimiz 4 amalga doir misollar. Qo'shish va ayirish birinchi bosqich ishlanadigan misollar, ko'paytirish va bo'lish ikkinchi bosqich. Agar 4 amal ketma-ket kelsa, bu algoritm hisoblanadi. Bunga doir misolni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu misolga e'tibor qaratamiz. Demak, amallar ketma-ketligini birinchi o'ringa qo'yib chiqib olamiz. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi amal. Demak, ko'radigan bo'lsak, demak, birinchi amalimiz demak, buni natijasini bunga qo'shamiz. Endi ikkinchi amal. Endi ikkinchi amaldan chiqqan natijadan uchinchisini ayirib qo'yamiz. Mana yechilish mana shunday bo'ladi. Ana endi ikkala bosqich birlashgandagi hollarni ko'rib chiqamiz. Agarda ifodamizda qauslar mavjud bo'lmasa, biz bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ikkinchi bosqich amalga oshiriladi, keyin birinchi bosqich amalga oshiriladi. Demak, amallar ketma-ketligini qo'yib chiqamiz. Demak, birinchi amalimiz quyidagicha. (36 bo'lingan 9), demak bu 4 ga teng. Ikkinchi amalimiz 144 bo'lingan 16 9 ga teng. Uchinchi amalimiz 415 ayrilgan 4. To'rtinchi amalimiz mana bu yechim hisoblanadi. Agar ifodada qaus qatnashadigan bo'lsa, birinchi navbatda qausning ichini hisoblab chiqamiz, keyin ikkinchi va birinchi bosqich amallari ketma-ketlikda bajariladi. Misol uchun quyidagicha. Amallar ketma-ketligini qo'yib chiqamiz. Va shunga mos ravishda bir chekkadan hisoblashni boshladik. Va quyidagicha hisoblab chiqiladi. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz tamom. Agar sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin.